Bu oila oz buyumlarni yo'qota boshladi va o'g'ri kimligini bilib, hayratda qolishdi. Bir yigit universitetda kursdoshi qizga oshiq bo'lib, otasining ogohlantirishlariga qaramay, unga uylanishga qaror qildi. Lekin qiz uni Qur'on va namozga sodiq bo'lishga ishontirdi. Shundan so'ng ular turmush qurishdi. Kelin eri va uning oilasi bilan birga yashay boshladi. Bu orada oila ayrim buyumlarni yo'qota boshladi va asosiy gumon qilinuvchi kelin bo'ldi. Shuning uchun ota o'g'rini aniqlash uchun kameralar o'rnatdi va u o'g'ri aynan kelin ekanini tasdiqlagach, u kelinni oilasi oldida sharmanda qilmasdan dono tarzda gaplashdi va o'g'lining xotini o'g'irlangan buyumlarni kasal onasiga yordam berish uchun olganini bilib oldi. Onasi zolim eri tomonidan tashlab ketilgach, operatsiyaga muhtoj bo'lgan edi. Ota uning hikoyasi rostligini tasdiqlagach, operatsiya uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi va barcha xarajatlarni to'lab berdi. O'sha kundan boshlab kelin Allohga itoat qilishga qat'iy ahd qildi va oila vaqt o'tishi bilan tinch-totuv hayot kechira boshladi. Muammolarga xotirjamlik bilan yondashish ularni hal qilishga yordam beradi. Xato qilganlarni asrash esa jamiyatda kechirimlilik qadriyatlarini mustahkamlaydi.